bo'lsam, tak, yaxshi, ajoyib va bo'ldi. Cho'chqavoy qaniysa, hammaga salom bolasi, men Kompot. Yangi kunimga xush kelibsiz bola. Xullas, bugun sizlar bilan juda ham ajoyib video bo'ladi. Albatta, videoni oldiga biror narsa yeyishga olib kelib oling, chunki bugungi videomiz juda ham qiziqarli bo'ladi. Bu taxtalarni nima qilasiz desanglar, bola, mana bu uyimning taxtasini o'zgartirmoqchiman. Sababi uyimning taxtasi juda ham eskirib ketgan. Mana ko'rsan, bu qanaqadir bo'ylarga o'xshab ko'rindi, juda ham ajoyib ko'ryapsan bola. Просто просто bomba desam bo'ladi. Ajoyib. Bu bu narsa nima edi? Kompot. Birovni ovozi eshitildimi? Kompot. Yedoni qishloqi. Ha, qaydan paydo bo'lding? Ikkinchida chaqirayotganimda. Bu nima? Bu sen tug'ilgan kunga sovg'a. Tentak tug'ilgan kunimga hali 2 kun bor-ku. 2 kun bormidi? Ha. Bo'pti, mayli. Endi 2 kun oldin sovg'a berib qo'ydim-da. Korоче, buni ichida zo'r narsalar bor. Kirib ko'r. Nima buni ichida? Nima bu oynali narsalarmi? Izmirtli narsa turibdi. Kirib ko'r. Bo'pti, mayli, kirib ko'rayapman. Xo'p. Yo-moyo, qishloqqa bu nima? Xullas, bu har xil portallar. Ichiga kirsang, короче, har xil narsalar beradi. Shunda men izmirtli portalga kirsam, izmirtli olamga tushib qolamanmi? Ha, xuddi shunday. Sodiqda esa yoqadigan narsalar bor. Bemalol yoqib, ichiga kirishing mumkin. Senga ruxsat. Faqat senga sovg'a qilyapman eng yaqin do'stim bo'lganing uchun. Rahmat qishloqqa. Biz bilardim ikamiz qalin do'stligimizni, lekin qarada, buni sen qachon qurishga ulgurding? Endi bilmaysanmi, oqshomlari. Aytdim shu kecha aytdim shu oqshomchada bir narsa qimirlayapti. Demak, sen qavlagan ekansan. Mayli, rahmat, lekin men uchun e'tibor qaratganing uchun. Mayli. Obunachilarga aytib qo'y, obuna bo'lishsin. Obunachilar buncha kam ekan kanalimda. Ha, obunachilar albatta kanalimizga obuna bo'linglar. Xullas, birinchi javob qaysiga kirib ko'rsam ekan qishloqqa? Bilmasam. Mayli, lekin rahmat Adusha, lekin oynali portal bor ekan, versakli bor ekan, ha, shunday. Yaxshi. Xo'p, mayli bo'lmasam tak oynali. Oynali qanday portal bo'lishi mumkin? Obunachilar nima deysizlar qishloqqa? Bilmasam, men qurib qo'ydim, men sotib oldim qanchadir dollarga. Sen sotib oldingmi? Ha, shunday. Tezroq aloqa sodiqdan. Xo'p, bo'ldi. Gaplashib qolib ketibman. Mayli, olaverayman hammasini. Ha. Okay, xo'p. Mana oynali, mana yo-moyo, u rostdan ham bo'ldi. Ha, momentda bo'laganman. Men senga hazillashyapsan deb o'ylagan. Yo'q, hazillashmayapman men. Rahmat. Adushim deb o'pib qo'yardim, bu qishloq sanda peshonang yaltirab turibdi. Okay, qani kiramiz? 1, 2, 3. Obunachilar, yedonni obunachilar rostdan ham oyna dunyosiga tushib qoldim, la'natni. Yo, jinnisan bola, ko'ryapsanmi? Oynali dunyoga tushib qoldim men. Yo, what the fuck, bola qishloqqa aldamagan ekan, jin ursin obunachilar. Mana shunchalar hoziroq pastda kanalga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Moyo obunachilar, ko'ryapsan bola, qanday ajoyib videolar davom etyapti kanalimizda. Okay, mana kiruvchi qishloqdan so'raychi, to'xtalar. Qishloqqa rostdan shunaqa olamga tushib qoldim men. Nima degan, tushmaganman o'ylaganman. Men tushmayman, sen просто hazillashyapsan, bu rasmni o'ylagandim. Sen hamma narsani hazilashni o'ylagan ekansan-da ya. Endi nima deysan? Endi men shunaqamanda. Ha, bo'pti, ajoyib bo'lmasa, davay boshqalarga kirib ko'ray demay. Bo'pti, lekin qarada, bunaqa sen qayerdan olding? Endi sotib oldim, olmasni bog'ida surishtirib deyishadi-ku. Ha, to'g'ri, lekin baribir men bilishim kerak-ku qayerdan olganingni. Bo'pti, bilasan. Davay boshlansin deb ko'r. Bo'pti, Izmirtliga kirib ko'raman, maylimi? Ha, xohlaganingga kir. Okay, mayli bo'lsa men ketdim, aniqmi kiraveraymi? Ha, lekin Izmirtda olamga chiqsan, senga olsa qadam kirka ol. Kirka? Ha, yo'q, aytmaysanmi shundan oldinroq? Obunachi, men kirka olaman. Izmirtli olamga tushaman, men Izmirt qazib olmayman, to'g'rimi obunachi? Tak, okay. Hop, kirkamiz mana yerda edi. Ajoyib. Okay, xo'p, bo'ldi. Ajoyib, men boyib ketaman. Qishloqqa men boyib ketaman yaqinda. Rahmat senga kattan. Okay, let's go. Bolalar, yo'q, rostdan Izmir olamga tushib qoldim. Qishloq aldamagan ekan. Yo'q, yaxshi obunachi. Tak, rostdan ham 9 ta Izmir berdi bolalar. Izmir blokdan rostdan 9 ta Izmir blok 9 ta Izmir berardi, lekin bu juda ham rost ekan. Ajoyib bolalar. Rahmat qishloqqa, senga peshonangdan ulguraysan. Okay, let's go.
Okey, o'qishamiz. Vuydonli qishloqqa rahmat senga rostdan ham 10 blok izmirud, deyarli 11 blok izmirud qazib oldim. Men senga nima degani? Men seni aldamayman-ku. Rahmat, rahmat. Endi boshlaga kirib ko'rsam bo'ladi? Ha, ha. Okey, hop loylaga kirib loyla dunyo. Yo'q, bu verstakli. Men loy blok deb aytibman. Hop, verstakli qanday dunyo bo'lishi mumkin? Obuncha men hali ham tushunmayapman. Mayli, mayli, mayli. Okey, kiramiz. Tak, tak, tak. Yo, bo'lar. Obunachilar, ofigett! Buni qaranglar, bola qanaqa shokoladli daryo o'qib beryapti menga. Ajoyib, ajoyib, yaxshi, yaxshi. Xo'p, buni qaranglar bola, yaxshi, yaxshi. Va endi bu rostdan bola Izmir blok yasab. Demak, bular hammasi haqiqiy verstak obunachilar, haqiqiy, hammasi haqiqiy verstak bo'lgani uchun bola juda ham yaxshi. Okey, bola yana qaytamiz bo'ldi. Bizlar bu yerda qolgan ishimiz yo'q. Hattoki tepalar ham bola versakni bor ekan. Hop, qishloqqa rostdan versakli ekan. Hop, endi oltin bilan noniki nima edi? Olmazlarga kirib ko'raman. Qaysi biriga birinchi kirsam ekan? Tak, albatta, olmazga kiraman. Albatta olmazga kiriladi. Birinchi oltin, ikkinchi o'ringa. Okey. Yo-mayo, obunachilar. Bu ham xuddi Izmirlik olamga o'xshab hammasi bolalar. Nima desam bo'ladi? Oy ekan, olmazli dunyo ekan. Yaxshi, bola qazib olamiz. Bo'ldi, 10 ta qazib oldim, yetadi shu. Hop, endi bola oltinligiga kiramiz. Tak, oltinligida nimalar bor ekan? Tak, tak. Bolalar oltinli dunyo. Vashshiku, yaxshi. Yaxshi, lekin ajoyib bolalar, judayam ajoyib dunyo. Yaxshi bolalar. Okey, bu yerda ham oltin qazib olamiz, chunki oltin bizga kerak emas. Bir dona qazib qo'ydim. Okey, bo'ldi qishloqqa men hammasini tugatdim.